Assalomu alaykum, aziz VIP tomoshabinlar, sizlar bilan yana avtomobil olamining eng shov-shuvli, eng qiziqarli manzillariga sayohat qiladigan Drive Morp Cirki YouTube kanali va bugun biz sahnaga haqiqiy shahar yulduzini olib chiqyapmiz. Ya'ni yangi Chevrolet Spark 2026. Bu kichkina lekin xarakteri katta mashina bir qarashda yoqimli dizayni bilan ko'zingizni quvontiradi. Old qismi zamonaviy LED chiroqlari bilan yanada jasur ko'rinadi. Yon tomondan ixcham lekin sportcha chiziqlari tufayli zerikarli emas, orqa dizayni esa shahar tirbandligida ham o'zini ko'rsatishni biladi. Go'yo meni ham ko'ringlar, deb turgandek, saloniga o'tsak, Spark 2026 ichkarida avvalgidan ancha zamonaviy bo'lib, katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi bilan yoshlar uchun ham, oilaviy foydalanuvchilar uchun ham qulay, o'rindiqlari yumshoq, bosh va oyoq uchun joy sinfiga nisbatan yetarli. Shunaqa kichkina mashinadan siqilib qolaman, deb o'ylaganlar biroz hayron bo'lishi aniq. Dvigateliga kelsak, u shahar hayoti uchun ideal sozlangan. Yoqilgi tejamkorligi bilan hamyoningizni xafa qilmaydi. Tezlanishi sportkar darajasida bo'lmasa ham, svetofordan birinchi bo'lib chiqish uchun yetarli darajada chaqqon. Rul boshqaruvi yengil bo'lgani uchun tor ko'chalarda haydash zavq bagishlaydi. Parkovka esa alohida mavzu. Spark 2026 bilan parkovka qilish xuddi telefonni cho'ntakka solgandek oson. Xavfsizlik tomonlama ham Chevrolet bosh kelmagan. Asosiy haydovchi yordamchi tizimlar, mustahkam kuzov va barqarorlik nazorati bilan kichik bo'lsa ham jiddiy xarakterga ega. Eng qiziq tomoni shundaki, bu mashina o'zini qimmat ko'rsatishga urmaydi, lekin arzon ham ko'rinmaydi. Xuddi kamtar lekin didli kiyingan insondek. Kundalik ishga borish, do'stlar bilan shahar aylanib chiqish yoki qisqa sayohatlar uchun Spark 2026 juda mos. Hatto yoqilgi zapravkasida ham kamroq ko'rinib, sizga "Salom, yana kam pul to'lading" deb jilmayib qaragandek bo'ladi. Qisqasi Chevrolet Spark 2026 kichik O